bilan bugün men Steve dostlar. Sizlar bilan bugün men dostlar Minecraft'ta video oynab dam olishga harakat qilamiz. Dostlar, biz bu videoni boshladik. Dostlar, bu videoda biz mana shu mirda video qilamiz, ya'ni yashaymiz. 100 kun shunday emas. Biz shu yerda o'zimga yoqqan uchun shu videoni olyapman. Shu yerda mazza qilib o'ynab YouTube'ga videolar olsak bo'ladi. Bu yerda men ko'p ishlar qilganman. Shuni davomidan boshlab ketyapman. YouTube'ga ham qaytganimga 1-2 kun bo'ldi, yo 3-4 kun, 1 hafta yo 2 hafta bo'lganda do'stlar. Video olishni boshladim shunday qilib va mayli obunachilarim zerikmasin deb mana video olyapman. Mana bu yerda bizning ikkinchi etapimiz do'stlar. Bu yerda men narsalarimni saqlayman. Mana bu yerda tosh, bu yerda ovqatlar, bu yerda esa boyliklarim. ikkita olmos. Bularni hammasini joyida qilganman do'stlar. Jonsizga o'tmaganman ya'ni terroristga. Mana red sakruvchi damlama, keyin totem reddan tushgan, red qilganman. Bu yerda esa daraxtlar, burada barcha turlar mana shu yerga qo'yiladi. Men hozir shaxtadan chiqqan, bu yerda shaxtaga tushganda sehrli kitob topgandim. Keyin esa mana bunday namligich topgandim. Shunday gaplar do'stlar. Aytgancha videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Kanalga obuna bo'lib like bosib qo'yishni unutmang. Kanalda yangi bo'lsangiz. Endi to'g'ri. Mana bularni ham shu yerda topganman. Unda biz boshladik do'stlar. Xo'p. Endi biz nima qilamiz? Biz mana bu shakar qamishlarni yig'ishtirib olamiz. Xo'p. Sizlardan bir narsa o'rganib keldim. Esimdan chiqib ketdi, aytmoqchi edim. Xo'p, keyin aytaman. Xo'p, bu yerlarga ekadigan joy yo'q. Xo'p, tashaga qo'yamiz. Bizga daraxt kerak. Menimcha sandiqimga qo'yishim hozir daraxt olishim kerak. Xo'p. Yo'qligimda zerikib qolmadingiz do'stlar. Men YouTube'ga ham qaytdim do'stlar. Yaxshi kontentlar va videolar chiqarishga harakat qilaman. Faqat sizlardan so'raladigan narsa tomosha va like va obuna. Boshqa hech nima so'ralmaydi do'stlar. Xo'p. Mana shunday hammasidan tayoq yasasak, richellar bilan savdolashsak bo'ladi. Hozirchalik ketish kerak. Mana bosib. Xo'p. Hozir bo'ldi, ketdi. Xo'p. Tezlash. Voydot. Tezlashdan hozir shularga olib ketdik. Richellarga. To'qlar. Bu yerda otim, qolmani. Bu yerda richellarni saqlab qo'ygan. Bilmasliklari uchun va ulardan savdolash. Mana ikkita richel bor. Nima gap? Qo'ya qolsam. Buni hammada izimlarni qo'lladim. Xo'p, qani ikkinchi kamonchimiz mana. Nima gap? Hammasiga olamiz izmirut. Bo'ldi, yetmadi. Balki bu yerda kimda bormi? Bu yerga buni solamiz. Izmirut olamiz. Qani. Endi
temirlarni eritishim kerak dostlar. Hozir shaqdan chiqdim. Temirlar, almaslar. Hop, bu yerga qo'yamiz bitta ko'mirni. Temirni. Yo'lda ko'mir kerak. Kömür. Kömür yo'q, unda biz daraxtni mana buni qo'yamiz. Berib tursin. Bu qishloqni biz ya'ni biz rivojlantiramiz shunday qilib harakat to'xtamaymiz do'stlar. Yana aytganimdek sizlardan like, mendan esa sifatli kontentli video. Uchun like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Qiynmasga bitta knopkani bosasiz. Yana bitta knopka. Hop, menga qog'oz kerak. Qog'ozdan bizga qaysi ish o'rni kerak edi? Kitobcha kerak bizga. Bizga endi nima kerak? Molni kerak, mana kerak endi. Kitob yozishga. Mana keyin bizga kesash kerak narsa bu. Hali ham chiqmadimi? Bizga kerak narsa mana bu. Voy. Qanaqa taxta bu? Kitap javon kerak ekan bizga mana bu. Mana shuna ikkita kitob kerak bo'lar ekan. Hozir ikki kitob mana va kitob javon yasaymiz. Keyin yarim blok kerak bo'lar ekan mana bunaqa. Endi yasasak bo'lar balki. O, mana. Yaxshi do'stlar. Endi biz yurak ko'ramiz. Qani ishlashga tayyormisizlar do'stlarim? Qani ishga bu ishorani kim ishlaydi? Mana yaxshi. Xo'p, endi bizga qanaqa kitob? Shus dedi. Xo'p, qanaqa kitob bu? Bilmayapman. Mana. Zviknik Vilrishni Verivosti dedi. Xo'p, mayli. Aslan kichashirgandan keyin Xo'p, ana. Bizga hali olmasa kerak. Ishni bitirib Xo'p, yana nima qilish kerak? Temirni olib kelish kerak hozir. Temirlar. Hech qanaqa do'stlar, ularni hammasini joyida qilganman. Jonsizda qilmaganman. Negativlar uchun ketyapman. Xo'p, biz do'stlar mana yozdik. Qo'l ham yaqinlashib qoldi. 2 kun qoldi maktab tamom bo'lishiga. Tugashiga ya'ni. Shuning uchun biz yozni oxirigacha hech bo'lmasa 1 ka bo'laylik do'stlar. 1 ka. Bunday qiziqarli videolar chiqishini xohlasangiz kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Xo'p, endi biz qiladigan ish daraxt ekish bo'ladi. Nimaga desa bizga daraxt kerak. Judayam kerak narsa daraxt. Izmirlarni hammasini daraxtlardan olyapman. Shuning uchun daraxt kerak bo'ladi. Xo'p. Bor. Mana shu daraxtlarni mana buni kesamiz. Men bunday mod qo'shganman do'stlar. Oxirgi tushopsang o'zi hammasini desib beradi mana. Lekin yaxshi bo'ladi bu mod.
bu merimga qanaqadir o'yinni buzadigan modlarni qo'shmayman, faqat shader va shunday modlarni qo'shishim buni qilamiz. Xo'p, endi xo'p, kelishyapti. Yasaylik keyin. Qilamiz barchasini. Shunday qilib kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang do'stlar. Sog'lom bormayishga kerak. Nimaga ishonyapti ya? Chiqsangchi. Basharangga oyog'im. Shunday qilib kanalga obuna bo'l, nega? Asabimni buzmasdan. Mana bu bizning poyadek. Tushundingmi? Tezlash. Men seni ko'ryapman. Ko'zimga qara. Ko'ryapsanmi? Shuning uchun obuna bo'l, tezlash. Mana shu go'shtni yeb bo'lishim kutma. Mana shu go'shtni yeb bo'lgunimcha obuna bo'l va like bos. Bosdingmi? Bunda senga rahmat. Xo'p, endi bularni taxlaymiz. Toshlarni solib qo'yamiz bu yerga. Inventarimiz solib ketganimizda. Xo'p, mayli, bu yerga ham buni solamiz. Mana bu yerga. Xo'p, bizning bor izmirod. Izmirodni bu yerga qo'ysak, mana yaxshi. Buni bunga qo'ysak. Xo'p, yana nima? Do'stlar, bugungi videomiz shundan iborat edi. Agar yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Keyingi videomizda shaxtaga tushamiz va boshqa narsalarni kavlaymiz. Agar video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Ha, aytgancha skinimni yo'qligi sababi ozgina buglar bo'ldi va shuning uchun shunday bo'ldi. Hammaga rahmat, tomosha qilganingiz uchun ham rahmat. Keyingi qismda albatta shaxtaga tushamiz. Xafa bo'lmang lekin. Tugadi. Xayr.